Ba'zan chizilgan qahramonlar tirik insonlardan ko'ra ko'proq haqiqatlarni gapiradi. Ko'rayotganingiz G'arb va Sharq animatsion olami haqidagi haftalik yangiliklar. Ismim Hurmatoy, bizda bir inson. ...2025 yilgi Cannes festivalida 3 ta animatsion film premyera qilinishi ma'lum bo'ldi. Birinchi film Arko. Fransuz komikslar rassomi Ugo ilmiy-fantastik animatsion film Arko bilan debyut qildi. Film davomiyligi 82 daqiqadan oshmaydi. Ugo mashhur fransuz rassomi va yirik komikslar muallifi Valeri Sherm bilan ushbu debyutda hamkorlik qilmoqda. Qiziqishni uyg'otgan. Boshqa to'lamiz. Animatsion nashrlarning ma'lumotiga ko'ra, loyiha allaqachon bir necha mutaxassislarning qiziqishini uyg'otgan. Film 2. Ajib hayot. Bu film zamonaviy ertak, dunyodagi sermahsul rassomlardan biriga aylangan taniqli fransuz yozuvchisi, dramaturg va kinorejissyor Pagnolning epik hayotini tasvirlaydi. Uzoq yillik faoliyati davomida Pagnolning kitoblari 50 dan ortiq tillarga tarjima qilingan va 150 milliondan ortiq nusxada sotilgan. Film 3. Ameli va naychalar metafizikasi. Bu animatsion film kichkina Amelining dunyoni ilk bor anglay boshlagan paytlardagi ichki olami va falsafiy mulohazalari haqida. Film davomiyligi 77 daqiqani tashkil etadi. Film bolani kimman, hayot nima, vaqt qanday ishlaydi kabi metafizik savollarning falsafiy javoblari ustiga qurilgan. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Darvoqe, ushbu filmlarning barchasi festivalda maxsus ko'rsatuv sifatida taqdim etiladi. Shuning uchun ulardan hech biri rasmiy mukofotlar uchun raqobat qila olmaydi. O'zbekistonda animatsiya sohasidagi yangiliklardan xabaringiz bormi? O'zbekiston kinematografiya agentligi badiiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda bolalar uchun yangi loyihalarni ishga tushirish muhokama qilindi. O'zbekiston animatsiya studiyalari assotsiatsiyasi tashabbusi bilan Biz kim baklashkalar, Burch izidan, Xatolar mamlakati va Astir Animation studiyasi tomonidan Saxovat nomli animatsion filmlar tayyorlanishi rejalashtirildi. O'zi bular qanday loyiha? Biz kim baklashkalar filmi sarguzasht animatsion serial janrida bo'lib, 4 qismni o'z ichiga oladi. Burch izidan multfilmi esa har qanday hayot sinovlari oldida bardoshli bo'lib, o'z kuch-irodasiga ishonish haqida hikoya qiladi. Alisher Navoiyning Hayratul Abror asari asosida yaratilayotgan Saxovat filmi esa 10 daqiqa davom etadi. Ijodkorlar tomonidan yaratilishi rejalashtirilayotgan Xatolar mamlakati filmi hayotimizda, yozishmalarda, ona tili qoidalariga e'tiborsiz munosabatda bo'lish, butun boshli xatolar mamlakatida qolib ketishimiz mumkinligidan ogohlantiradi. Farzandingiz nima ko'rayotganini bilib turing. Chunki u nimani tomosha qilayotganini bilmasangiz, uni kim tarbiya qilayotganini ham bilmaysiz. Sababi bir kadrli multfilm 1000 so'zli dars o'rnini bosishi mumkin.